Mashina menga emas. Sizdan oldin klientga hozir boshiga 2000 bilan bermadim. O'zingizga bo'lmasa bu mashina kimga so'rayapsiz? Manmi? Ana turibdilar. Adamlarga so'rayapman. Bo'lmasa, bir chaqiringchi adingizlarni. Xo'p bo'ladi, hozir. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Charchab qolyapsiz, yaxshi keldingiz. O'g'lingizlar mashina ko'rsataman, otamlarga olib kelibdilar. Mana shu yetradida ko'ringchi qani ma'qul keladi, yoqamikin. Ko'ryapman aka. Anaqa mashinani ko'rgan bo'lsangiz qalay? Sizga yoqdimi? Zo'r, yoqdi bolam. Sizga yoqqan bo'lsa xursandman. Endi o'g'lingiz sizni yomon mashinaga olib kelmanglar. Aka, bo'lmasa boshlang'ich $500 bilan mashina sizga o'tdi. Baraka. Rozimisiz? Roziman, baraka. Pasport ila oldingizmi? Yonimda. Bo'ldi, 500 chi. Yonimda. Bo'ldi, aka, daverskiy pulchi. Bor. Gapsiz bo'lsa, bo'ldi, hal qilamiz hozir. Mayli bolam, rahmat. Yaxshiligiga haydang. Otangizlarni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar. Sen ahmoqmisan? Hozir 2000 bilan bermagan mashinani 500 bilan berib oldingmi? Bu bolani nima deb kelganini eshitdingmi o'zi?